Hello bolalar, sizlar bilan mana channel Lord Minecraft. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Minecraftga Bedrock versiya uchun top 5 eng zo'r modlarni ko'rib chiqamiz bolalar. Albatta video boshlanmasdan oldin videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'yish va hech esdan chiqmasin bolalar. Qani bo'lsa biz videoni boshladik. Va bolalar, bu bizning birinchi modimiz. Bu kirchilaringizlarga bitta kitobcha berar ekan va vaqt bu juda katta kitob va P degan kitob. Farqi yo'q. Bu yerda bolalar hozir aslahalar va buni o'tkazamiz va bola bu mana bunaqa portal qo'shadi. Bu tarafda qanaqadir moblar bo'laman, o'rgimchak, qanaqadir har xil moblar qo'shib berar ekan bu dadaklar. Mana bu qorli biomdagi moblar, ili bu qanaqadir biom kerak har xil moblar, o'zingizlar ko'ra olasizlar modni. Ustunak qilib bu yerda spawnerlarni bilmadim. Bu yana o'tsak, bu yerlarda ham nimadirlar bor bolalar. Tushunarsiz kerakchi bola bo'lmasa kitob o'qish kerak yo bola, unga ko'ra men bu yerda modni ko'rsatib qo'yganim yaxshi. Mana bu yerda har xil qurollar. Bu qurollar do'stlar bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Hammasini emas, endi yarmini bo'lsa ham sinab ko'ramiz va bu yerda aslahalar ham bor ekan bolalar. Wow. Aslahalar kiyib ko'rish shart emas, bola o'zingizlar kiyib ko'rasizlar, birinchi qurollar bilan. Yo'q, bu yerda animasiya ko'rsatmaydi, lekin men bu yerdan bo'lib cho'tki bo'lganini qarang. Zaharlab qo'ygan. Normal, yaxshi bu-chi Sky Fixation. Bu ham xuddi shunaqa urar ekan, bu nima? Bular hammasi meni. Bu hamma narsa o'ta ekan. What the heck? Короче, mobga qarab esinglar ota ekan, men bu ham otamga osilib ko'ramiz. O yerda. Qani. Bu otmizga lekin uzoqdan urolgan bu, mayli. Endi bu nima bu? Yo! Qo'ziqorincha bu qo'zg'onchi span qo'yar ekan. Ustiga chiqsanglar bola tepaga sakratib olar ekan. Bu normal, ayniqsa tepadan tushayotganda kerak bo'ladi. Kitoblarni o'ldiryapti. Endi ham kamonsdan ko'ramiz. Qachon tugaydi? 7 sekund. Hop. What the heck? Qani. Tek. Ba bunisi ham tegadi. Men bu yoqqa hozir qani. Mana. Va hop. Buni hech qanaqa effekt ham yo'q ekan, ishsiz yo'q ekan. Bo'lmasa mana bunisidan ko'ramiz. Hammasi animatsiyasi bor, xulub bo'lib jo'ga cho'tki ekan animatsiya. Kuch qo'shib bermaydimi bu qilich? Hech qanaqa kuch qo'shmaydi. Sakura katana. What the fuck is this, bro? Uchirib ekan bunlar, mana bo'laligi. Ninjalar o'xshab ko'rib, kuch ko'ramiz hozir qanaqa. Hop. Yaxshi, endi bunisi Dawn Blade. Wow. Dawn Blade qiyomat qilichi. What the fuck? Normalniki. Endi mana qani o'ldirollarki videolarda. Videoda o'lyapti. Ratishga men oxirgi kuni. Endi oxirgisi Hammer. Maqulda? No hech narsa qilmadi u. Hammer nima bu? Hammer kuchi yo'qmi hech qanaqa? Mana raslab ko'ramiz hozir mana.
Bitta da o'ylagan lekin endi men bu kuchini sinab ko'ramiz buni. Hozir mana ovoz chiqdi. Sizlarga ham eshitdingmi bilmadim. Qani. Bo'ling tezroq bo'l. Quyo. Mayli bola, bularni sinab ko'rdik hammasini. Endi bu yerda nimalar bor? What the heck nima bu? Bu nimaligini bilmadim, ichkari qo'ysa ham bo'lmayotgan, hech narsa qilsa bo'lmayotgan. Bularni o'zingizlar ko'rib olasizlar endi bolalar. Albatta modlar meni Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim silkasi bo'lsa kommentariyada yoki kanal biosida bo'ladi. Endi bolalar biz portal quramiz. Bu yerda moblar ham bormi? Bo'la shuncha moblar bor ekan. Wow. Top. Endi portalchani quramiz. Kristallar oltin olaman va tekisroq joy ham yo'q portal qurgani bolalar. Men shu yerda o'zim quraman. Hop. Bitta bundan, bu o'rtaga edi, bu yoqqa, bu yoqqa. 2 3 2 3 4. Hop. O'rtaga mana bundan qo'yaman. Mana bola portal ko'rib shunaqa bo'ladi va men bunga buni qo'yasizlar. Va bizda bola mana bunaqa portal ochiladi, lekin bu portalga hozir kirmayman bola, bo'lmasa videoda qiziqib qolmaydi. Shuning uchun bolalar bu modni o'zingizlar skачать qilib, o'sha portalni qurib o'zingizlar kirib ko'rsanglar bo'ladi bola. Qani bo'lsa biz keyingi modga o'tamiz. Va biz mana bolalar ikkinchi modga ham o'tib oldik. Endi bu modni bolalar Bedrock versiya uchun bunaqa modlarni topish vobshe qiyin narsa bolalar. Va bu mod bizga bolalar nima qo'shib berishini o'zingizlar mana bu tuxumlardan ham bilgan bo'lsanglar kerak. Hop. What the heck? Va birinchidan boshlab bularni obzor qilishni boshlaymiz. Bu ham Telegram kanalimda bo'ladi. Mana birinchisi, hop. Bu bizani sinov golem, ya'ni qorli golem mutatsiyalashgani, kuchlirog'i va kattarog'i. Chutki. Da bolalar, endi buni ko'rib turibsizlar, biz ham mutant moblarni aniqlamiz ekan. Obzorda bu. What the heck? Buni mutantiga nima bor ey? Mayli. Mutant husk. What the fuck is this bro? Jangni boshlashdi bola. Ko'rib YouTuber bo'lsanglar, o'tda shunaqa mutantlar jangi degan videoni olishinglar ham mumkin. Va bu yerda bolalar bizada Creeper ham bor. Wow. Bunlar mana keyingisi mutant wizard skelet. Wow. Bu yelkasi shammo nima bu? Xuya, вообще, ey. Tanzomi pigmen. Oy, sekiroq. Jangni boshlash shu yerda. Aylanib uryapti bular, ey. Mayli bular jang alaqt qo'yamiz bu yoqda. Wow, lekin chotki biomlar spam bo'lman bola. Nima shu Bedrock versiya shunaqa Javada shunaqa jarlar spam bo'lmaymi? Okay, what the fuck is this? Nima bu? Hozir buni men bu ozgina kavlasak, bola quyosh tushmaydigan joyga. What is this, bro? Mutant villager. Oh shit, bro. How can you? Xuya, şey bu burada.
Bulardan raid qilish вообще imkonsiz narsa bo'ldi. Yana nimalar bor? Bular nima? Qiz emas bular. Mana bunaqa kiyimlar ham qo'shar ekan bolalar. Bular deb o'zingizlar deya qilishlar. Trident, mutant trident. U bilan buni farqi juda kattaroq ekan. Va boltalar qanaqadir. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q va bolalar bu ikkinchi modimizdan o'zi xos ketdi. Uchinchi modga o'tamiz. Qani bo'lsam, olg'a. Va bu bizani uchinchi modimiz bolalar. Qani bo'lsa, bu modni ham obzor qilishga boshladik bolalar. Bu mod sizlarga mana bunaqa har xil qurollar qo'shib beradi. Va aytganimcha, bu qurollar oddiy qurollar emas, bola, ya'ni bir-biriga qo'shilgan qurollar. Ya'ni bu mod combine anaqa qurollar bir-biriga qo'shsanglar bo'ladigan mod desa ham bo'ladi-da. Hozir yana nimalar qo'shar ekan bu mod? Dragon Staff. What the fuck? Aynu. Nima yo'qib qoldi? Farqi yo'q bolalar, bu mod sizlarga shuncha qurol qo'shib beradi. Mana bu yerdan mana Combine Weapon Guide Book. Yo'q, buni qurollarni har birini men bu yerdan qo'shsam, nimalar bilan qo'shilishini ko'rsanglar bo'ladi. Kitobda olib bola olgan narsalar bir-biriga qo'shib ko'rsanglar bo'ladi. Armor set, buni armorlar ham bor. Bularga bir-biriga qo'shilgan anaqalar. Stone Weapon Tools. Wow. Bular nomini o'zgartirish bor-ku. Stone Oh, what the fuck is this? Agar qanaqa qurollar deyman, men bularni tekshirib ko'rmoqchiman men bolalar. Lopata bilan kirka qo'shilgani. Hech qanaqa tezlashgan narsa ko'rmayman bu yerda. Hozir effekt chiqyapti buzyapsam-da. Men survaldi bu tezroq bo'lsa kerak bu bola. Endi u yog'ini o'zingizlar tekshirib olasizlar. Bularni hammasini obzor chiqsam hozir shu video вообще cho'zilib ketadi. Men bu effektingiz 5.5. G'alati qanaqa. Mayli. Manba dinamik. Yo, ey, sekiro. Wow. Yabba. Boom. Hozir effektni ham boshqacha tushishmi? Oy, bu effekt bor ekan bu animatsiyasi. Boom. Yo'q, bo'p. Suchka endi men bu. Yo, o'ta cho'tki qurollar qo'shib berayotgan qaranglar. Endi buniga ko'ramiz. Yo, bu hech narsa qilmaydi. Chaqmoq urdi buni. Fire shield. Bu. Wow. Nimaga beradi bu? Hech narsa qilmadi. Eng oxirgi qilichni istab ko'ramiz va bu qilich hech narsa qilmaydi bu ham. Mayli bola, qolganini o'zingizlar tekshirib olasizlar. Bu modni albatta Telegram kanalida